Xabaringiz bor. Davlat rahbar tashabbusi bilan har payshanba kuni rahbar va yoshlar uchrashuvlarini o'tkazish belgilandi. Bu kelajak avlodning muammo va takliflarini tinglash, ularga amaliy yordam ko'rsatish yo'lidagi muhim tashabbusga aylandi. O'rta Chirchiq tumanidan tayyorlangan lavhamiz shu mavzuda. Mazkur uchrashuv O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2026-yil 24-fevral kuni o'tkazilgan ochiq muloqotda har haftaning payshanba kuni Yoshlar kuni deb e'lon qilinganligi munosabati bilan tashkil etildi. Uchrashuvda Markaziy bankning Toshkent viloyati bosh boshqarmasi boshlig'i, O'rta Chirchiq tumani hokimi, viloyat tijorat banklari boshqaruvi raislari hamda mas'ullar ishtirok etdi. Ochiq muloqot shaklida o'tkazilgan uchrashuvda yoshlarga oid masalalarga yechim izlash, ularni yangi yutuqlar, yangi maqsadlar sari yo'naltirish asosiy masala ekanligi ta'kidlandi. Mutasaddilar tomonidan yoshlarning tadbirkorlik qilish, kredit olish bilan bog'liq murojaatlari tinglanib, bu bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Ayrim murojaatlar rahbarlarning shaxsiy nazoratiga olindi. Bunday uchrashuvlar yoshlarning fikr-mulohazalarini o'rganish, yangi g'oya va istiqbolli loyihalarni ilgari surish hamda ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi.